Assalomu alaykum uyim-joyim deydiganlar. Bugungi obzorimiz o'zgacha bo'ladi. Nimaga desanglar, akamiz bu yoqda 4 ta kottej qurgan ekanlar. Ismlari Dilmurod. Dilmurod aka assalomu alaykum. Okay, yaxshimisiz? Eng qizig'i mana shu burchakdagi katta uchastkani akamiz 115 ming dollarga baholayaptilar. Men o'yladim, shularga blokdan qurganmisizlar desam, nimadan qurgansizlar aka? Shu g'isht termo teshuv g'ishtdan qurilgan. Qayerda turibmiz hozir biz? Sergeli Yangi Hayot. Yangi Darxon mahallasi turibmiz. Yuqori Darxonda adashmasam. Yuqori Darxon. Bu yoq tomonda mana Kia avtosalon, Sergeli mashina bozori oldida. Metrogacha necha metr edi? Metrogacha 10 minut o'tsa bo'ladi. Metro 10 minut. Bu degani maktab, bog'cha yoki universitet ishiga bemalol borsanglar bo'ladi. Xullas, menga juda ham yoqdi kattaligi. Hamidda, okay, kofe ichadigan joylariga chiqib qo'yibsiz, bor-ku. Necha qavatdi bu? 3 qavatmi deyman-da? 3 qavat. 3 qavat, 3 qavat. Xo'p, 4 uchastka quribsiz. Keling, mana shu birinchisini ozgincha ko'ramiz, keyin jihozlangan versiyasi ham bor ekan, unga alohida kiramiz. Xo'p. Aka, ichini boplabsiz lekin. Zeleniy zonalar. Zeleniy zona. Tapchanimiz. Tapchan. Yo'da navaralarning xursandchiligini ko'rish boshqacha bo'lsa kerak, anta so'rida o'tirib olib. Yoqqan bo'lsa, yo'qsa bitta like bosib qo'yinglar. Lekin ana shu choy ichib, aka, o'tiringlar. Haqiqatdan uyga qarash boshqacha bo'lar ekan. Lekin, aka, proyektingizga gap bo'lishi mumkin emas. Bu tomondan ko'rsatganda uyimizga mana ko'ringlar, kattaligini. Aka, bu uy ichida nechta xonasi bor? Buning ichida pastda birinchi etajimizda katta kuxnya. Kuxnya. Yonida zali bor. Tepada ikkinchi etajimizda bitta saunuzalimiz bor. Uchta spalnigimiz bor. Detskiy spalni bilan. Detskiy spalni. Uchinchi etajimizda ikkita xonamiz bor. Yana bitta saunuzalimiz bor. Umumiy 3 ta saunuzal. Mansarada katta do'st adashmasam. Mansarada katta. Aboy holatiga keltirib qo'yganmiz. Xatolarni hammasini bo'yattirib, tarket qilsa bo'ldi ekan. Tarket, zina eshiklar hammasi qo'yiladi, xudo xolisa. Endi qizuv hozir sal o'ylanib turibdi. Kadastr hujjatlari bormi? Kadastr hujjatlari tayyor. Kadastr hujjatlari bor. Tayyor. Bu yerda 4 ta uy qurgansiz. Bu 4-inchisi. Bu 4-inchisi. Xo'p, har bitta uy narxini aytamiz. Bu 115 ming dedingiz. Buni 115 ming qilib beramiz. Shu holatida. Remont bo'ladigan bo'lsa 135 ming. 135 mingga, remontni ham qilib berasiz. Remont patqulich bo'ladigan bo'lsa 135 ming qilib beramiz. Xullas, uyim-joyim deydiganlar ko'p gapirib o'tirmasdan, kelinglar, jihozlangan versiyasini ko'ramiz. Ya'ni ular tayyor qilib qo'yishgan. Ichida mebel, texnika, hammasi bor. Hamma narsasi bor. Ketdi. Dilmurodga qarang, bu uyga olgan odamlar mana mehmonlarni, yaqin qarindoshlarni chaqiradi. Parkovchniy zonalari bor, tashqarida. Parkovchniy zonalari bor. Sab bu yoqda bitta mashina qo'ysa bo'lar ekanda ichiga. Yo'l uyga kirib kelish qismida katta parkovchniy zonamiz bor. Qarang, farzandlari bo'lsa, detskiy plashatka bo'ladimi yo'q? Detskiy plashatka bo'ladi, xudo xolisa. Bo'ladi. Tushundim. Menga yoqqan tarafi uyim-joyim deydiganlar, bu hovlimizdan 5 vaqt azon ovozi eshitilib turar ekan. Sababi masjid oldida necha metr? 500 metr. 500 metr yaqinlikda, ya'ni 500 metr yaqinlik. 3-etajdan ko'rinadi deyaptilar, uni videoning oxirida ko'rasizlar. Ushbu uyimiz narxini video davomida aytamiz. Xullas, yo'qsa bitta like bosib qo'yinglar. Ana endi obzorimizni boshlaymiz. Bu uyimiz tayyor jihozlangan, hamyonbop narxda. Akamiz pishuvishdan qurganmiz deyaptilar. Tajriba necha yil aka? Necha yildan beri quryapsizlar? Tajriba 5 yildan beri shu sohada. 5 yildan beri. Endi u ham mayli, ayollarni o'ylab siz so'qilga ko'ksaro toshini ishlatibsiz. Menga shunisi yoqdi lekin. Ko'ksaro ishlatgan sababini ayting. Sababi endi tushunishmaydi. Chang ko'taradi, hadib ham chiqib. Kirchimor. Xullas, ani hadib artib yurulmaysizlar, shu tomonni yoqdi. O'rtaga zeleniy zona qilishibdi. Endi bu yoqda farzandinglarni oldingizga qo'yib, barbekyuni pishirib, ularni xursandchiligini ko'radigan joy ekan. Menga shunisi yoqdi. Uyimiz necha etajdan iborat aka? 3 qavatdan iborat. 3 qavatdan. Gaz, svet, suv, hamma sharoiti bor. Hamma sharoiti bor. Qarang, anaqachi kanalizatsiyasi bormi? Kanalizatsiya masalasi, xudo xolisa qilamiz. Bu mahallada kanalizatsiya bo'lmagan. Endi xudo xolisa biz kanalizatsiya tortamiz. Kanalizatsiyasi. Metro oldida dedingiz? Metro 500 metr. 500 metr. Shuni 10-15 minut yetib olar ekanda. Xullas, ishingizga, universitetga, bog'cha, maktab hamma joyga bemalol yetib olasizlar. Ana endi uyimiz ichkari tarafiga kiramiz. Birinchisidan bo'lsa, kelinglar. Aka, sezonman uyimiz parda, gilam, mebel texnikasi bilan qilibsiz. Bu uy narxiga kiradimi? Uy narxiga kiradi. Uy narxiga kiradi. Nimani hisobiga siydi? Двухконтурный kotol qo'yganmiz.
to'pli pol hisobiga. Aha. Yana spalniyani ichiga qo'shimcha radiatorga joylab tashlab ketilgan. Ha, radiatorga joylab tashlab ketilgan. Sovuqlik qilingan bo'lsa radiator qo'yib. 6 ta xona dedingiz, nechta xona? 6 ta xona. 6 ta xona. Birinchi xonasidan boshlaymiz. Birinchi xona. Qani? Bismillah. Yehe, mana oshxonani boplabsiz, okey. Gaz plita, duxovka. Mana qarang, hammasi bor. Vычишка. Mana bitta mo'ykasi. Xolodilnikni qo'yibsiz. Xolodilnikgacha Bu yoqdan ko'rsatgan. Ha, bu yoqda ovqatlanadigan joyi. Nonushtan shu yerda qilib ishga bemalol ketaverasizlar. Zo'r, okey. Bu yoq tomonda vычишкаning hisobi qanaqa? Ya'ni havo aylanishi. Havo aylanishi har bir uyga havo aylanish uchun vычишка truba tashlangan. Aha. Ventilyatsiyasi bor. Har bir uyga o'zini tortib ketadi. Necha sotuvga tushgan dedingiz bunisi? Bunimizni 1-2 sotuvga tushgan umumiy. 1-2 sotuv. Xo'p, keyingi xonasiga o'tamiz. Undan oldin mana bu oynaga alohida e'tibor beringlar. Yoqqan bo'lsa kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni bildiringlar. Sababi bu yoqda xo'jayinlarni ishga jo'natayotganlarda sochlarini tarab ketsanglar ham bo'lib ekan. Xo'p, bu mehmonxonami? Siz zalimsiz mehmonxona. Kattagina ekan. Mana shu jihozlar bilan berasizmi? Rost, ha? Men ishonmayapman bor. Hozir menga narx aytdilar-da, hozir aytamiz video davomida. Jihozlar bilan beramiz. Bu narxga kvartira beradi-da, okey? Bu hozir siz qo'li beryapsiz buni. Zo'r. Nimadan qurgansiz buni? Pishog'ishdan Bu ham pishog'ishdan? Pishog'ish termo teshuvli g'ish, issiq suvga chidamli. Suvga chidamli. Bu tomonda oynasi bor. Oynamiz bor orqa taraf. Hamma xonada oyna bormi, yo'qmi? Shuni har bir xonada oyna bor. Ha, tepa qavatda bittasida oyna ko'chaga qaramagan ekan-da. Shuni so'rayaptim. Xonani ichiga qaralgan, yorug'lik tushish uchun detskiy. Hammasini hisobini olgansiz. Hammasini hisobdan. Xo'p, keyingi xonasi bu yoqda sanuzil. Aka, bitta savol. Bu yoqda cho'pli pol qilinganmi? Pol sababi man kafil qilgansiz, muzlab qoladi. Cho'pli pol oxirigacha qilingan. Oxirigacha. Oxirigacha qilingan. Har yerimizda hamma joyda cho'pli pol. Xullas, issiq bilan oyoqingiz cho'pli polda yuvinib toza tahoratni Mashinaga qo'yib qo'yganmiz mana. Keyin siq bo'ladigan bo'lsa. Ha, bu yoqda kurush mashinasi ham bor ekan. Gap yo'q. Okey. Bularni keyin sotganingizga olib chiqib ketmaysizmi chiqib? Yo'q, qoladi bular hammasi. Hammasi qoladi. Xo'p, bu yoq tomonda nima aka? Bu yoqda mana isitishxonasi, qozonxona deymiz o'zbekchasiga. Cho'pli pol, anaqa, двухконтурный котел. Двухконтурный котел, boilerlarimiz ham qo'yilgan. Stabilizator bormi? Stabilizator alohida mana turibdi. Ha, mana. Xullas, mabodo svet o'ynaydigan bo'lsa ham stabilizatorlar bor ekan. Bu hozirgi paytda bilasiz, O'zbekistonda elektr energiyasi sal pasayib ketyapti, sifati. Shuning uchun страховкаga stabilizator bo'lishi kerak har bitta hovlida. Hop, aka, ikkinchi qavatda mana oynani namuncha. Tushayotganda o'ziga qarab, ardozi qilib pastga tushib ketadi. Xatirlansin bu. Keyin joyni deganlar bu yoqda akam 4 ta uy qurganlar, mabodo qarindosh, aka-uka birga yashamoqchi bo'lsanglar ham yonma-yon olsanglar bo'ladi. Har bittasi bir xil, so'tiga. Har bittasi bir xil. Hop, birinchi xonasi bu yoqda o'g'il bolalarga, bolalar xonasi, bolalar xonasi. Kravachlari gilamlarigacha. Hatto fortichkasi bor, havo aylanishiga yaxshi ekan. Bu yoq tarafimizda bu yoq tomon nima ekan? Qizlar yig'ib bersa bo'ladi. Ha, qizlar xonasi. Qizlar xonasi. Bu necha xona aka? 340 ga 460. Ha, pastdagi zalimiz nechiga edi? 5 metrga 460. Ha, 5 metrga 460. Oynalari bor. Pardalariga e'tibor berasizlar. Pardani gullar bilan bejab qo'yibsiz, lekin zo'r qilib aka. Gap yo'q. Xo'p, bu yoqda ikkinchi qavat uchun общий sanuzeli, bu yoq ham cho'pli pol qilinganmi shunday? Hammasi cho'pli pol bo'lgan. Kollektor sistemamiz bu yoqda regulyatsiya qilib. Anaqa kollektorlari. Kollektorlarimiz. Xo'p. Bu родительский спальня. Joyingizga yangi uy olganinglarda mana shunaqa o'tirib bir o'zinglarni uyinglar borligini his qilish hammaga nasib qilsin. Gap qilgan bo'lsanglar bitta like bosib qo'yinglar. Zo'r. Bu yoq tomonda nima aka? Shkaf ham bor. Shkafda ham bor. Mana bitta dollar amakini shu yerda saqlasanglar bo'lar ekan. Maborosiga. Oynalari bor. Endi qarang, bitta savol beraman aka. Bu yoqda qo'shnining hovlisi ko'rinib turar ekan. Bunga jalyuzi qilib berasizmi? Jalyuzi qilib beriladi. Jalyuzi qilib beriladi. Pulini ichida. Pulini ichida. Nimaga buni aytayapman? O'zbekchiligimizga to'g'ri kelishi kerak. Hamma narsa. Xuddi shunaqa. Zo'r.
Xo'p. Aka, kadastr hujjatlari bormi bu uyimizda? Kadastr hujjatlari bor. Bor-a? Xo'p, endi 3-qavatga ko'tarilamiz. Okey, 3-qavatda nimadir bor dedingiz-da, sekretniy. Sekretniymi ko'zlarimizda bor bir ko'r. Juda maqtovsiz, qani obunachilarimizga ko'rsatamiz. Mana marhamat keling. Operator keling. Birinchi joyini ko'rsatingchi, qani. Bu katta-yu, okey. Nechiga bu? 8 metrga 460 letniy kuknadagi joy tashalgan. Bu shunda terrasami? Tip terrasa. Terrasa. Shamol aylantiradi. Havo aylanishi zo'r ekan. Bu yoqda shashlikni pishirib qo'yib, shaharga qarab o'tirish boshqacha bo'lsa kerak. Aytgancha bu yoq tomonni olganda, bu mana bu yoq tomonda mana Kia avtosaloni, Sergeli Kia avtosalon и tourizda Sergeli mashina bozor. Ipodrom, Sergeli mashina bozor, bu yoq tomon Do'mrovga, Chilonzorga bemalol yetib olsanglar bo'ladi. Zo'r. Ikkinchi xonangizni mehmonlar ko'p kelib qolsa, malakalar bo'lib qolsa, mehmonlar shu yerga joy qilib kutib olsangiz ham bo'lar ekanda. Bu ham bitta katta xonalar bor ekan. Bu nechiga necha aka? Bu 6 metrga 460. Ko'prik poli bormi? Ko'prik poli bor. Zo'r tarafi bu yoq tomonda mana endi masjid ko'rinib turar ekan. O'ng tomonga o'tkazasan. Sal qilasan. Ko'rinyaptimi sizlarga? Menga ko'rinyapti, mana gumbaz mana ko'rinyapti. O'zbekiston iqlimi issiq, ob-havosi. Yozda issiq bo'lgan paytda mana tepa tomoni nima qilgansizlar? Uni 3 sloj izolyatsiyaga qo'yilgan. Izolyatsiya qilganmisizlar? Izolyatsiya qilmaganda dim bo'lib ketadi. Yo'q, qilingan. Ya'ni baribir nisbatan birinchi, ikkinchi qavatga qaraganda 3-chi etaj baribir o'tadi bo'ladi havosi. Birinchidan shamol aylanishi yaxshi. Shunisi yaxshi ekan lekin. Shamol aylanishi yaxshi. Keyin buni qilinishimiz bazalt qilingan, penoplex qo'yilgan. Sintifon, zarli sintifon bilan yopib, keyin gipslarni qo'yilgan. То есть полностью izolyatsiya qilingan bo'lsa, Polностью izolyatsiya qilingan. Ash tomoni juda ham muhim. Nimaga? Sababi tepa qavatga chiqsa odam uxlolmaydi. Shunaqa. Mehmon ham kuta olmaydi. Dim bo'lib qoladi. Mehmonlar qochib ketadi. Okey, endi o'tiring. Bu joyimizni eng muhim fishkasini bildingizmi, bilmadingizmi? Yo'q, bilmadim. Nima ekan? Bu uyimizni, mahallamiz joylashgan joy tupik ko'chada joylashgan. Farzandlarimizni bemalol xavfsiz ko'chaga chiqib o'ynasa bo'ladi. Qarang, detskiy plashatka qilib beraman do'st. Bu degani mazza qilib shu yerda o'ynashadi. Mazza qilib, bexavotir mashinada qatnamaydi, mashina qatnov qismi yo'q. Bexavotir mazza qilib o'ynaydi. Ota-onalar ham eng muhim narsasi bu farzandning xavfsizligi. Shuncha maqtadingiz. Narxidan aytasiz aka, nech pul olasiz? Bu uyimizni shu holatda jihozlari bilan 143 ming o'tuvdik. Xo'p. Siz tomonidan keladigan klientlarimizga 140 ming qilib beramiz. Bo'ladigan narxi 143 mingga, 140 mingga qilib berasiz. Bo'ladigan narsa bor. Ya'ni mana shu mebel texnikalari hammasi ichiga kiradi. Hammasi ichiga kiradi. Agar realniy o't berilsa, ozgincha o't berasizlar. Keversa, tepasida so'dasin, qilamiz xudo xohlasa. Xullas, uyim joyimizga keldi, menga bu joy yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa, yo'qsa bitta like bosib qo'yinglar va bu videoni o'sha yaqin qarindosh aka-ukalarga tashlab qo'yish esdan chiqmasa. Okey. Manzilni bitta eslatib o'tamiz. Sergeli tumani. Yangi hayot mahallasi. Yangi hayot mahallasi. Orientir metrogacha. Metro, ikkinchi metro bekati. Ikkinchi metro bekati, Kia avtosalon, bu yerda masjid bor. Xullas, qiziq bo'lsa pastda akamiz nomerini qoldiraman, bemalol bizning nomimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Shoshilib qolinglar, sababi bir 5-6 ta odam kelib zakat beraman deb yurishdi. Zakat beraman deb. Ulgurib qolinglar. Charchamanglar.